Hürmetli görürmenler, men sizlerning sirdaş dostlarla Adila Ablız. Şinjan Paradiyo Soda Çeklik Şirketi Has namını ağan Studiyaga kim keldi programmasi Şinjan Radio Televiziya stansiyasida ko'rsatilayotgan naqshi muzikalar naq maydonda o'rinlanadigan ekrandan halqagan universal san'at programmasi. Har bir san programmamizda cho'lponlar siz va biz bilan birga naqshi aytadi. Siz Şinjan Sun'iy Hamra televiziyasining ommaviy undidor suhbatini qo'shib elib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali avarsangiz, Studiyaga kim keldi programmasida cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erisha olasiz. Her bir san programımızda mestanlarimizga cho'lponlar bilan naqshi aytish fursatini beramiz. Programımızga qizg'in qatnashib, cho'lponlar bilan birga naqshi aytish fursatiga erishishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Yaxshimisizlar? Men Alimjon To'xti. Men kichigimdan bu san'atkorimizning naqshlarini nihoyat yoqtirib anglaydim. Mening tunji o'rgangan naqshim shu san'atkorimizning Onajon temizdagi naqshdi. Şuna şu küçük vaxtlarımda meyli urug' tuqqanlarning arasida bo'lsin yoki maktabda bo'lsin, naqsh aytadigan fursatli bo'lsa shu naqshni aytatdim. Shunlashqimikin kichik vaqtimdan tortib u san'atkorimizga va naqshlarga bo'lgan ishtiyoq menda paydo bo'lishga boshlagan. Shunlashqa ta hozirgacha u san'atkorimizning meyli qandaq yangi naqshlar chiqsin, hammasini shunchalik yoqtirib anglab, o'rganib kelyapman. Shavkat, Tursun, bugünkü programımızın çoxum nayt yaxshi olib berildi deb o'ylayman. Şinjan Radio Televiziya stansiyasi bilan O'zbek madaniyat tarqatish cheklik shirkati birlashib ishlagan Studiyaga kim keldi programmasi ekranimizda qo'yilgandan keyin ko'p ko'rmanlarimizning nayt yaxshi bahosiga erishdi. Shundaqo bugünkü Studiyaga kim keldi programmamizga zodi qaysi mehmon keldi kim? Odni yaktın sen bana, yüreğimni köydürüp, yüreğimni köydürüp. Karıdın çiver yarın, gözlerini güldürüp, gözlerini güldürüp. Mana bizning mehmonimiz Sirali geldi. Sirali yaxshi keldi, qarshi olamiz, qani marhamat. Sirali qarshi olamiz. Mana shunday yaxshi keldingiz Studiyaga kim keldi programmamizga. Adila bugun haqiqatan go'zal o'tdi ekan. Rahmat Sirali. Bizning Studiyaga kim keldi programmamizga siz keldingizda. Chiroyli yasinib oldingizga chiqmasak bo'lmaydi. Chiroyli yasinish uchun bizning Paradiyoningki mahsulotlarini ishlatmasak bo'lmaydi degandek. Bizlar endi qurdoshlar. Shundoq. Daim shu san'at programmalarida bo'lsin va yoki faoliyatlarda bo'lsin, xizmatlarda bo'lsin daim uchrashib turamiz Shirali. Endi men shu bugungi suhbatimizning beshidala sizdan bir shundaq bir savol so'rsam. Siz Qashqarda tug'ilib cho'ng bo'lgan. Shundoq. Endi shu Qashqarning muhiti sizningki san'atchi bo'lishingizga ta'sir yetkazganmi? Mush to'g'risida kichik vaqtingizdagi o'zingizning bir hissiyotingizni sizlab bersangiz deyman. Bo'ldi, bak yaxshi savol so'radingiz. Siz ham bilasiz, Qashqar azalda bir naqshi muzikaning makoni. To'g'ri. Kichik vaqtimizda Qashqar xalq bog'chisi degan bir bog'cha bor, bilamsiz? Bilma. Shu xalq bog'chisida Mavjushining to'g'ri. Haykali bor. To'g'ri, haykalning udulidagi bog'cha. O'sha yerda Qashqarning har qaysi yezlardan kelgan, Qashqar shahrining ichidan chiqqan nurg'un xalq san'atkorlari shu yerda dutta ravoblarni, satolarni tortishib, xalq naqshi musikalari, muqomlarini ijro qiladi. Shu san'atga xalq san'atkorining ichidan bir bo'y chiqib, qo'lidagi ravni men tutqizdim. Men mushuni bir tutib boqaman, qandoq chalg'umi shu. Shu xil g'oyibiy intilish tursa, u kishi tuyuqsizlik qo'lidagi ravni men tutqizib chapaq deb menga berdim. Ammo men chalanmayman desam, u kishi menga dedi, qalbingda bir muhabbatni, san'atga bo'lgan bir muhabbatni, ishtiyoqni men bayqadim. Muntazam maktablarda yaxshi o'qisang, kelgusida yaxshi bir xush ovoz, bir naqshchi, yaxshi bir sazanda bo'la olaysa degan bir gapni qilib edim. Shu mening qalbimga texnik bir cho'ng bir ishtiyoqni, muhabbatni sog'in shu. Uydagilar san'atkormi? Yo'q. Apa-dadallarimiz. Yo'q, opam, dadamlar san'atkor emas. Meni ashxil muhitga shu onam boshlab etkaganda. Demak, opangiz sizni shunchalik qo'llab berib turganda, shu ishtiyoqni opam bilib oldi-da, shu o'g'limga bir ravobni apasam, shu ugunib kelgusida bir
yaxshi bir san'atkor bo'lib cho'ng bo'lishdiki yaxshi liniyani bilalganda Shuning bilan siz anandan keyin rasmiy tirishib ravab o'rganishni boshladingizmi? Boshladim. O'rgandingizmi oxiri? Oxiri o'rgandim. Birinchi qitim o'rgangan musiqangiz esingizda bormi? Albatta. Tunji o'rgangan ahongim Ravabimning sadosi degan ahongni sizga chep beray. Menchi siz ham buni birga ayta olasiz men bilan qo'shib. Men aytamdi. Albatta ayta olasiz. Aytalamanmi? Qani, tang aytamiz bo'lmasa. Ravabimning sadosi jaranglaydi har yonda yarimni sevganda men qarayman daryonga yarimni sevganda men qarayman daryonga Şirali, siz şu zamanıvi naqshlarni aytishda odatda kimning naqshlarini va yoki qaysi xil ijodiyatlarni ko'proq anglaysiz? Buni desangiz bek hayajondaman. Nimaga deganda bizningki mana mamlakatimizda ve ikki büyük san'atkor bor, eng hurmat qildim. Biri Liuxan, buni bilasiz. Liuxan muallim. Men bu kishiga shunchalik qoyil. Suboydaning asardagi bosh naqshini shu kishi aytgan vaqtida men shunchalik hayron qolgan. Yine o'zimga o'rnak qildigan yana bir büyük san'atkor naqshchi bor, u bo'lsa Han Hong. Han Hong'ningki haqiqatan cho'ng ishki san'atkorning naqshlarini yaxshi. Fazilatiga ham qoyilman. Uning san'atiga, uning ovoziga, ommabop naqshlarni aytgandan keyingi ovoz shakli, klassik naqshlarni aytgandan keyingi ovoz shakliga shuncha qo'l qo'yman. Agar xohlasangiz Han Hong'ningki bir naqshini ijro qilib beraymi? Voy, albatta qolmaydigan ish bo'lamdi. Nim degan yaxshi qaysi naqshini o'rinlaysiz? Chenyan Jiyu degan. O bek cho'ng naqsh, bek chiroyli. Shunchalik yaxshi ko'raman. Qani, anglaylik. 我发身高和你的到来，翩翩起舞，四处一带。从阳关到上海，千年之约，情意满怀，千年之约，情意满怀。 Han Hong'ning naqshlarini men yoqtirdim. Shirlik ham shunchalik yaxshi aytib aytdi desa. Hürmetli görürmenler, Şinjan Parodiyo Sodaçaklık şirketi xas namını ağan, Oppo Reno 5 yürüşlük yan telefonları hemkarlaşkan, yegi kahveleri stratejilik hemkarlaşkan studiyaga kim keldi programısı davamlaşmakta. Shirali, sizni shu bizning programmaga taklif qilishdan burun biz to'rga sizning naqshlaringizni hamda sizning shu programmaga keladigan xabaringizni e'lon qildik. Nurg'un ko'rmanlar sizga xat qoldirdi. Hatto ba'zi mastanlaringiz men savol so'raydim va yoki buni naqsha aytdim degandek nurg'un o'zining ko'nglini izhor qildi. Bugun endi biz naq maydonga sizga bir qancha savolni shuning ichidan tanlab bir qancha savolni akeldik. Endi shu Oppo televizoriga bir qarab yiqing. Qani qaysidan tanlaysiz? 3-chi numar. Shiralida da yaxshimisiz? Yaxshimisiz qizim. Baxt naqshi degan naqshingizni do'yingda kichik do'stlar bilan taq etganingizni ko'rib, mening bak o'yingim keldi. Men uyutib qo'yishni xohlamsiz? Do'yinga chiqargandan keyin qarang, buningki do'yinda chekilishi, buni parchalab chiqargan. Milliondan oshdi jumla ishningki chekilishi, ko'rilishi nisbati. Oya, bu naqshni men bu do'yinda ko'rgan. Demak, bayqi qizimizning savoliga javob. Uyutib qo'yay? Pul bas uyutib qo'ysam. Voy, Shirlikamni qetib yuramiz desam, hozir yumristikmi nima? Shunchalik so'yimlik bir qizimiz men uchun shu naqshini uyutib qo'y desa, men ammo shundaq isil naqshlarni o'rganishni xohlaydigan bolalar bo'lsa, men shu uyasiga berib uyutib qo'ysam ham bo'ladi. So'yimli qizim, angladingizmi? Mana Shirali dadingiz
ekran oldida shundoq va'da berdiki, bu naqshini o'g'inaman desangizlar, uyingizgacha berib sizga o'g'itib qo'yadi. Undaqda yana bir savol tanlaylik. Bo'ldi. Qaysini tanlaysiz? 4-numeri. 4-numeri. 大家好，我是洪淼欣，我是一名舞蹈爱好者。那我平时非常喜欢听谢爱丽老师的歌曲，平时我们在跳舞的时候也会经常用到谢爱丽老师的作品。所以呢，在这里呢，我有一个问题特别想问一下谢爱丽老师，您有梦想吗？因为每个人都有自己的梦想，所以我特别想知道您的梦想是什么，并且实现了吗？ Mening orzuyim kelgusida bir yaxshi bir san'atkor bo'lish orzuyim bor. Shu orzuninki turtkisida ayni vaqtida 1996-yili bo'lsa kerak. Qashqar san'at maktabga yaxshi bir san'atkor bo'lish uchun shu maktabga imtihon berdim. İmtihan versem imtihandan ötemedim. İkinci katım. Şimdi sene şu yenge imtihan Onun da verdim. mı çoğun yege? Onun da mı çoğun yege verdim. Demek ben de düşkünlük boğan basiti. Belki ben bu azık arzuyumga itemezdim. Bana siz bile bunda çıraylık zallarda oturup siz bizim teklif kılmasınız bu mümkün de. Senet şu yerinin tuncu karar mukam sınıf ötkenliğin keyin aşı hizmetin ihtiyacı bilen biz praktikini paytaxtımız Beijing'de kılıp kaldık. Ben hem de bu okuçu turup ben o'ylab bakmagan. Kichik vaqtlarimda o'ylaydim. O'sha Beijingga berib, poytaxtimizni bir ko'rish arzuyim bor. Shu arzuyimga yetdim. Demak, men baxtli bo'ldim-da. Mushu poytaxtni ko'rish arzusi borligini aytganda, meningmi bir gap qilgim kelyapti. Qarang, ikkimizning shu arzuyimiz o'xshaydi ekan. Menmi 92-yili mushu o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtimizda bizni Beijingga olib boramiz deb bir neçimizni a'lochi o'quvchilardan tanladi. Shu tanlanishga men tanlanibdiman-da. Shu xushalligimda Tianminda mundaq o'tib baqsaq qanday bo'lgan degan hissiyotda kecha uxlamagandim. Degandek Beijingga berib Tianminni ko'rib bek hayajonlanganman. Endi yana bir savol ko'rib baqandiq. Qaysini tanlaysiz-ki? 5-numar. Men sizning bir qism xalq naqshlarini zamonaviy uslubda o'qiganligingizni anglagandan keyin xalq naqshlari va muqomlarni mushkul uslubda o'qisa bo'lgan-ku deb o'ylagandim. Siz qanday bo'lib bu ikki xil uslubni birlashtirishni o'ylab qoldingiz? Bu inimiz yaxshi savol so'rabdi. Menga o'xshash Shirlikamning an'anavilik bilan zamoniylikni birlashtirib aytgan xalq naqshlari va muqomlarini anglab, andan keyin xalq naqshlari va muqomlarga amra qo'yib qolgan yoshlarmi oz emas-ku deyman. Bu mening qarshimda hozirgi davrning bir kuylari bo'lish kerak. Uning uchun biz an'anaviy uslubni tashlab etmagan asosda anandan keyin hozirgi zamonaviy yo'linishdimi, shunday mushkul yo'linishdimi epmenish bu bizning yoshlarimizningki bizning turmushimizni tutgan yo'limiz shu. Uni hozirgi uslubda mana aytib edim, yoshlar yaxshi ko'radi. Demak, bu uslubni hozirgi mushu xil shaklda epmenish hozirgi davrning talabi. Sizning naqshlaringizmi mijozingizga o'xshashroq eg'irmi yoki? Uni tomoshabinlar o'zi ko'rsin, ana birozdan keyin naq maydonda bir ko'rib baqaylik. Bo'ladi. Bugun naq maydonning naqshlarni keldingiz? Bugun birinchisiga muqom olib keldim, bayam degandek, ajam muqomdan ariya olib keldim. Ikkinchisiga Uruk gullagan chog'da degan bir naqshimizni olib keldim. Uchinchisiga Qashqarda bir qiz degan naqshimizni olib keldim. Qashqarda bir qiz, yurakda bir siz. Shirlikamning yaqinda chiqqan men nihoyat yoqtirib anglab kelayotgan ham bugun bir sahna tang aytmoqchi bo'lgan naqsham dal mushu Qashqarda bir qiz. To'rtinchisiga baxt naqshlar. Qani, endi sizni sahnamizga bir taklif qilsak, naqshlaringizni bir yoritib bersangiz. Qani, marhamat. Eng avval burungi paytimizda shu musiqaning ovozini bir sinash bosqichi bor. Bir sinib o'tkazib olib, undan xotirjam bo'lib boshlaylik. Bo'lamdi. Chatmidin baq.
Yaxshi. Qaysilar bas gitar? Ney? Hamza Abdsalam, tamburni bir sinayla. Ababekre gitar. Elektro gitar. İlyar dap. Alım. Hamza balla başlap ketile. Naqshlarınızı başlap ketsiniz. Men bu yerda o'tirib huzurlanib sizga o'zimning hissiyotim bilan tankash qilay. Ay camalımdın hacil hurşi Ahu enveri Bu senin cadu gözünge halka halka alem müşteri Aktır bilgim aktır Yardım telim yoktur Aktır bilgim aktır Yardım telim yoktur Yardım telim bulsa Bilsem armenim yoktur Yardım telim bulsa Bilsem armenim yoktur Aktır bilgim aktır Yarga yüreğim aktır Aktır bilgim aktır Yarga yüreğim aktır Yar derdi yaman çünce Söygümüz aman aktır Yar derdi yaman çünce Söygümüz aman paktır Bulbul degen bir kuştur Sayrıgan üni kuştur Bulbul degen bir kuştur Sayrıgan üni kuştur 15 günlük alemde Yar bile köngül hoştur 15 günlük alemde Yar bile köngül hoştur 15 günlük alemde Yar bilen köngül hoştur 15 günlük alemde Yar bilen köngül hoştur 15 günlük alemde Yar bilen köngül hoştur
da yaxshi bo'ldi. Rahmat valla. Hay, Şirali, şunçilik hayacanlanıp o'tdimmi? Studiyaga kim keldi programmasiga mana shunchalik go'zal naqshlaringiz bilan qadam tashrif qildingiz. Endi ikkinchi naqshiga nimani o'ylashyapsiz? Studiyaga kim keldi degan o'sha programmaning dag'dug'isi pek zo'r bo'ldi. Bir chiroyli o'rik gulligan chaqda degan bir naqshimizni olib kelgan. O'rik gulligan chaqda deganingiz bahor keldi-ku albatta. O'rik gulligan chaqdagi go'zal manzildagi qiz va yigitning muhabbati bu yoqda namoyon bo'ldi. Naqsh o'ylabdim men mana. Unda bo'lsa anglab baxmagan bu yangi naqshingizni anglashib tashlamiz. Rahmat. Sahna sizga qoldi. Rahmat sizga. Marhamat. Rahmat. Yallah yaxshi kayfiyat bilan boshlab ketamiz, ketdik. Bahar qo'ynida bog'da o'rik gulgan chog'da meni o'yg'itar bulbul gulzorliq har tongda tongning nuriga cho'mib yo'lni solman boqqa umid bilan qarayman o'rik gulgan yoqqa bahar qo'ynida bog'da o'rik gulgan chog'da meni o'yg'itar bulbul gulzorliq har tongda tongning nuriga cho'mib yo'lni solman boqqa umid bilan qarayman o'rik gulgan yoqqa Gülgünçini görgende yarım buludu beyda Gül yüzlü güzel yarım beni kıldı şeyda Gül yüzlü güzel yarım beni kıldı şeyda Tanrı'nın nurga çümgen bahar gülüdek kömdüm İşcan amrığım bilen hoşal ötüdü ömrüm Tanrı'nın nurga çümgen bahar gülüdek kömdüm İşcan amrığım bilen hoşal ötüdü Şinjan Radiosu'da çeklik şirketi xas namideki Oppo Reno 5 жүрүшлүк yan telefonları hamkorligidagi Yega qahvaleri strategik hamkorligidagi Studiyaga kim keldi programmasi davomlashyapti. Bahar qo'ynida bog'da o'rik gulgan chog'da meni o'yg'itar bulbul gulzorliq har tongda tongning nuriga cho'mib yo'lni solman boqqa umid bilan qarayman o'rik gulgan chog'da tongning nuriga cho'mib yo'lni solman boqqa umid bilan qarayman o'rik gulgan yoqqa Görgende yarım buludu peyda Gülgünçini görgende yarım buludu peyda Gül yüzlü güzel yarım beni kıldı şeyda Gül yüzlü güzel yarım beni kıldı şeyda Tangның nurga çümgen bahar gülüdek gönlüm Can amrığım bilen hoşal ötüdü ömrüm Tangның nurga çümgen bahar gülüdek gönlüm İşcan amrığım bilen hoşal ötüdü ömrüm Billa işleymiz bağda o'rik gulgan çağda Gül yüzlü güzel yarım meni kıldı şeyda Billa işleymiz bağda o'rik gulgan çağda Gül yüzlü güzel yarım meni kıldı şeyda Şirali bizdeki
Məstanlar arzusunu əməldə aşırış bir bölügümüz var. Biz əmdi sizdən şu məstanlarınızın içidən tallab şürüb, məstanınızın birini bugün naq meydanğa əkeldik. Mana mən uzundan kütüb kelayotgan Shirlikam bilan bir sahne naqsh etish fursati menga yetib keldi. Lekin bu payt yetib kelgan vaqtda sal jiddiylashyapman. Alimjon, sahnimizga marhamat. Tag'ini sahna ko'rishaylik. Xo'sh. Salam Adilada, salam Shirlika. Yaxshimi Alimjon? Tinchlik. Sahnimizga kelganingizda qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Xush qo'lingizga xatirning ahamiyatini bir deb bering Alimjon. Ayni yillari 2008-yili Shirlikam bizning yurtimizga yangisaga o'yin qo'yilib bo'lgan vaqtimizda shu xotiramni elib, o'yin ko'gil berib, o'yin tutgandan keyin shu xotiramga Shirlikamning imzosini qo'yg'izib olgandim. Mana bugun yana shu xotiramni elib, yana bir qatim imzo qo'yg'izib olgach, shu hozir hayajonli daqiqalarimni xotirlagach, Shirlikam bilan bir sahna naqsh etish uchun chiqdim. Saqlabsiz mana 2008-yili. 2008-yil 9-ayning 17-kuni. Alimjonning o'zining she'ri Shirali buningga imzo qo'ygan. Nayt hayron qoldim, xush bo'ldim. Rahmat sizga. Rahmat aka. Bu hayajonimni rasm desam til bilan ifodalab beramayman. Bu bir muhabbat. Mush inimninki, mush san'atga bo'lgan ishtiyoqi meni to'limi hayron qildi. Rahmat sizga. Rahmat aka, sizga rahmat. Men o'tirdi shunchalik hayajonlanib turibdiman. Bundaqda eng hayajonli minutlarimizni endi boshlaylik. Ishqinglarga sahna qoldi qani. Rahmat. Rahmat. Buni oldi bilan men bir misra ijro qilay. Siz keyindan bir misra men shunda davomlashtiraylik. Bo'ldi, ma'qul. Qani, so'zandilar? Hamsa muzikantlar boshlab ketdilar.
Aşkad bir kız yürekte birsiz Aşkad bir kız yürekte birsiz Aşkad bir kız yürekte Bugün şunçilik yaxşı aytdinglar ki bu naqshini bir qiz deb aytdinglar, bir qizni talishib qolmadinglar, ammo naqshini haqiqatan talishib bir-biringlardan chiroyli chiqdi, ha? Rahmat. Sizga yoradimi Olimjon? Albatta, men ansambldagi bolalar bilan bu xil uslubga maslashamay qolamdik deb ko'p ansirgan, lekin yaxshi aytdi. Xo'sh bo'ldim, rahmat. Rahmat aka. Studiyaga kim keldi programmamizni yaqindan qo'llab-quvvatlagan Altash xalqaro savdo cheklik shirkatiningki bizga sungan sovg'alari. Shirali, bu sizga ko'nglimiz. Altash xalqaro savdo cheklik shirkati o'zining Altash dil davo ichimliklarini sog'lomligingiz uchun sovg'a qildi. Shinjang Altash xalqaro savdo cheklik shirkati sizga mana bu oltin tan ichimliklarini sizga sovg'a qildi. Rahmat eda. Ko'nglimizga qabul qiling. Rahmat eda. Endi Shirali, sizning 4-chi naqshingiz, oxirgi naqshingiz qaysi bo'lar? Baxt naqshi. Baxt naqsini Olimjon bilan birga o'tirib anglab o'zimizni baxtli his qilaylik-chi. Bo'ldi. Chiring Olimjon. Bo'ldi. 3, 2, 1. Programımızdan xas namını ağan Şinjan Radio Soğutçaklık Şirketi'ge, Oppo Reno 5 görüşlük yan telefonlarının hemkarlaşqanlığına, yegi qahvalarının stratejilik hemkarlaşqanlığına çoğunqur rahmet etimiz.
Senin en yaxşı gördüğün bir cümle sözün qaysi? Dep sorsam dep cevap bersiz. Xuddi mushu naqshida kuylanganidek. Baxit shu tirishchanlikdan, kurashdan keladi degan jumlani shunda yaxshi ko'raman. Bu programma haqiqatan san'atkorlarni tavlaydigan, san'atkorlarga haqiqatan quvvat beradigan yaxshi bir sahna bo'ldi. Biz bu sahnaga kelib, uzundan beri arzu qilib kelayotgan, lekin o'zimizdan to'limi jiroq tes qiladigan shu g'oyalarimiz yetaydi ekanmiz. Biz bugungi programmamizdan shunday bir xulosaga keldikki, baxit kurash qilishdan keladi. Chirali aytgan har bir naqsida emgak madhilangan, tirishchanlik kuylangan. Xuddi bu naqsida aytilgandek baxt keladi nadin, peshonamni ko'tardim. Bu naqsida o'zining kasbiy jihatdagi izlanishlari, tirishchanliklari bilan baxt uchun kurash qilayotgan yoshlarning ruhi namoyon qilingan. Şinjan Radio Soda Çeklik Şirketi xas namidagi Studiyaga kim keldi programmasi har qaysilarning yangroq ovozi bilan san'at beg'imizdagi gulzorlikqa aylanmoqda. Kelasi sonda ko'rishamiz.